Bir kuni planshetimda o'ynab o'tirgan paytim kallamga bitta ideya keldi. Bu ideyani amalga oshirish uchun esa darhol YouTube'ga kirdim va qidiruv joyiga Amerika kanal ochish deb yozdim. Bu videolar ichidan esa o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumot topa olmadim. Shuning uchun o'zim bu yo'nalishda sifatli chiroyli video qilishga qaror qildim. Agar siz ham menga o'xshab YouTube'da har oy 1000 dollardan ko'p soqqa qilmoqchi bo'lsangiz, bizning Technoobs kanalimizni kuzatishda davom eting. Birinchi qiladigan ishimiz Amerika kanal ochish. Telefonimizdagi Chrome ilovasiga kiramiz. Qidiruv joyiga youtube.com deb yozamiz. Burchakdagi 3 ta nuqtaga bosamiz va bu yerdan desktop versiyani yoqib qo'yamiz. Endi kichkina avatarimiz ustiga bosib, Minute account bo'limini tanlaymiz va Dabavit accountni bosamiz. Bu yerdan Minute accountni yana bir bor bosib, Sazdat accountga kiramiz. Va bu yerda o'zimizning familiyamiz va ismimizni yozamiz. Bu yerga esa o'zimizning tug'ilgan kunimiz, oyimiz va yilimizni va jinsimizni ham yozishimiz kerak. Keyin bu yerda Sazdat gmailni bosamiz, o'zimizga random gmaillar beradi. Qolaganimizni tanlaymiz, xulosasiz o'zlaringiz yozsanglar ham bo'ladi. Accountimiz parolni yozamiz. Bu yerda bu narsalar kerak emas, Propstate bosamiz. Bu joyda esa xolosanglar telefon nomer kirsanglar bo'ladi, xolosanglar Propstate bossangiz ham bo'ladi. Dalini bosib, Primayoni bosamiz. Endi qiladigan ishimiz Amerika kanalini sozlash bo'ladi. YouTube'ning studiyasiga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng Delete tugmasini bosib, endi YouTube'ni Amerika kanali qilib nastroyga qilishimiz kerak bo'ladi o'zimizning kanalimizni. Pastdagi nastroyga tugmasi ustiga bosamiz. Birinchi bo'limdan, mana regiondan shani belgilaymiz. Ikkinchi bo'limdan esa hamma joyiga saytining shtatini belgilab chiqamiz. Bu yerdagi belgilaydigan narsalarimiz videomizning tili va uning tilini belgilashni biz saytining shtati, ya'ni angliz tilga belgilab qo'yamiz. Xuddi shunday nastroyga qilganimizdan so'ng bizning Amerika kanalimiz tayyor. Bundan keyingi videolar Amerika kanalini yuritish va qanday mavzu tanlash va nima qilsa tez ko'tarilish haqida videolarni qilaman. Agar shu video 100 ta like bo'lsa, keyingi video chiqadi. Hammaga rahmat, hammaga omad.